Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun men yana o'zimga yangi narsa kelib qolgandi, antikvar narsalardan, noyob narsalardan, ya'ni Sovet davridagi video kamera elektronika N801 degan noyob narsa, ayniqsa O'zbekistonda o'zini davrida eng yaxshi kameralardan bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi dizaynini. Qo'ylar ekan, chilar ekan. Bunaqa privodlar kiradigan joylari bilan men shuni bugun ko'rsatib ketay degandim. Video yoqsa like bosib ketinglar. Shuningdek, ushbu videoni shunaqa kamera ishlatgan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Va shuningdek, komment izohlarda kimda shunaqa video kamera bo'lgan yoki haligacha bor yoki kerak bo'lsa bizlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Qisqacharoq qildim. Ajoyib, chiroyli, noyob kamera. Kimga kerak bo'lsa ham bizlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bilasizlar, ichida mikrosxemalari tilla kumushdan qilingan, hali ochilmagan. Yaxshi narsa. Narxi ham unaqa arzon emas, nobod etib ketganim lozim. Xullas, bugungi video obzorimiz shundan iborat edi. Keyingi video obzorida ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.